Assalomu alaykum obunachilar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Mana bugun texnikalarimiz Germaniyadan keldi. Mana bugun ko'rib turibsizlar. 5 ta texnika kelgan, 3 ta beda o'radigan, 2 ta press podvorchik. Qashqadaryo Mirishkor manzil. Xarajatli joyi yo'q bularni, faqat ishlatish kerak. Mana sezonga yaqin olib keldik. Bir sabaratliklarni ham xarajat yo'q. Mana beda o'radiganlar. Kamchilik mana furadan yuklaguncha mana shu narsalarni olib tashalgan ekan, qo'yotimiz. Kelasizlar, ko'rasizlar. Mana press podvorchiklar, hamma narsalari bor. Narxlari kelsa nomer qoldiramiz. Nomerga telefon qilinglar. 3 ta beda uradigan ham sotiladi. Press podvorchiklar ham sotiladi. Mana ko'rib turibsizlar. Faqat oladiganlar telefon qilsin. Kuniga 30 ta 40 ta telefon bo'lyapti. Oladigan kam. Oladiganlar bo'lsa telefon qilinglar. Negativlar like bosmasalaringiz ham bo'ladi. Sizlarni hech kim yoqtirmaydi-yu baribir negativlarni. Mana beda uradigan. Ko'ryapsizlar. Bunaqa obzorda hech kim ham qila olmaydi. Ko'ryapsizlar mana. Mana furadan kelgan, furani o'zida. O'zbekistonda ishlamagan. Kuxun Agrotexnik buning nomi. U GMS 3200, klass 55 germanskiy, klass 55 germanskiy. Kuxun 303 nomiga kelsak. Hali bunaqasi O'zbekistonda yo'q-da agregatlarni. Mana taglarini ko'rsatamiz. Bizaga hali O'zbekistonda raqib topilgani yo'q. Texnika sotish, olib kelish bo'yicha birinchi o'rinda turibmiz, Allohga shukr. Hali texnikalarda muammo bo'lgani ham yo'q. Mana apparat bo'yalmagan, zavodskiy holatda turibdi. Mana narxlarini telefonda gaplashamiz. Narx so'rash uchun telefon qiladiganlar kommentariya yozsalaringiz ham narxlarni aytib qo'yaveraman. Telefon qilib, ja bezovta qilib yormanglar. Mana